Bugun turli xarakterdagi insonlar qanday liboslar kiyishini ko'rib chiqamiz. Bu rangni yaxshi ko'ruvchi ayollar o'ziga bo'lgan ishonchi baland va diqqat markazida bo'lishdan hech qachon qo'rqmaydigan, ayniqsa davlat ishida ishlab o'z o'rniga ega bo'lgan ayollar libosi burgundiya. Bu rangni yaxshi ko'radigan ayollar tabiatan kuchli ayollardir. Mana bu rangdagi liboslarni yaxshi ko'ruvchi ayollarimiz esa og'ir, bosiq, tabiatan odamlar diqqat markazida bo'lishni xohlamaydi va ular ko'proq ishchanlik kayfiyatida bo'lishadi. Bu klassik liboslarimiz aynan ishlaydigan ayollarimiz yaxshi ko'radigan va ularning xarakterini ochib beradi. Onalarimiz mana shunday pombarxitlarni juda ham yaxshi ko'rib kiyishgan. Esingizga tushdi. Bu pombarxitdagi turli xil ranglar ayol kishini viqorli ko'rsatadi. Viqorli, savlatli va salobatli ayollarimiz yaxshi ko'radigan ranglar va libos. Qaysi xarakterni aytishni unutdim, izohlarda yozib qoldiring. Sizning izohlaringizga qarab keyingi videoda albatta gaplashamiz. Kiyimlarni qayerdan